10 variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi, ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Скажите, здесь есть банкомат? Вот магазин сумки, а справа от него банкомат. Dialogda shunday deyildi. Aytingchi, bu yerda bankomat bormi? Sumkalar do'konining o'ng tomonida bankomat bor. Они говорят в торговом центре. Ular savdo markazida gaplashishmoqda. Она хочет получить деньги. U bankomatdan pul olmoqchi. 3-4 vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые посетители, в магазин детской одежды на 3-м этаже нашего торгового центра нужен кассир. E'londa shunday deyilgandi: Hurmatli mehmonlar, savdo markazimizning 3-etajda joylashgan bolalar kiyimlari do'koniga kassir kerak. Это объявление можно услышать в торговом центре. Bunday e'lonni savdo markazida eshitish mumkin. Нужен кассир в магазин одежды для детей. Bolalar kiyimlari do'koniga kassir kerak. 5 vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. 15 апреля 18 часов в классе номер 2 пройдет собрание родителей будущих первоклассников. 15 aprel kuni soat 6da 2-raqamli sinfda bo'lajak 1-sinf o'quvchilarining ota-onalari bilan majlis bo'lib o'tadi. Такое объявление можно прочитать в школе. Bunday e'lonni maktabda o'qish mumkin. 6 vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Булат. Моя работа – это доставка продуктов. Думаете, это просто без машины? Нужно быть очень организованным, быстро ездить на велосипеде, а еще хорошо знать город. Mening ismim Bulat. Mening ishim oziq-ovqat yetkazib berish hisoblanadi. Sizningcha mashinasiz bu osonmi? Siz juda tartibli bo'lishingiz, velosipedda tez yurishingiz va shaharni yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi. Bulat возит продукты на велосипеде. Bulat oziq-ovqatlarni velosipedda yetkazib beradi. 7 vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va kerakli so'zni kiriting. Obor Nabiyev приехал в Россию из Узбекистана. Он грузчик. Obor Nabiyev Rossiyaga O'zbekistondan kelgan. U yuk tashuvchi. Пишите нужное слово в его заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni kiriting. Заявление об оформлении разрешения на работу. Ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun ariza. Familiya Nabiyev, professiya грузчик. Shu joyga грузчик so'zini yozamiz. 8 vazifa. В магазине техника вы можете купить telefon. Texnika do'konidan telefon sotib olishingiz mumkin. 9 vazifa. В субботу мы с друзьями гуляли по городу.
Shanba kuni do'stlarim bilan shahar bo'ylab sayr qildik. 10 vazifa. Это мой друг. Ему 25 лет. Bu mening do'stim. U 25 yoshda. 11 vazifa. Извините, я не понял. Куда надо идти? Kechirasiz, qayerga borishni tushunmadim. 12 vazifa. Праздник весны и труда в России отмечают 1 мая. Rossiyada bahor va mehnat bayrami 1-may kuni nishonlanadi. 13 vazifa. В России находится город Пермь. Perm shahri Rossiyada joylashgan. 14 vazifa. В 1961 году состоялся первый в мире полет человека в космос. Ya'ni insonning birinchi kosmosga parvozi 1961-yilda bo'lib o'tdi. 15 vazifa. В 2014 году в состав России вошел Крым. 2014-yilda Крым Rossiya tarkibiga kirdi. 16 vazifa. Укажите государственный герб Российской Федерации. Birinchisini tanlaymiz. 17 vazifa. Российская Федерация – это социальное государство, в котором создаются условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi ijtimoiy davlat bo'lib, unda munosib hayot va erkin inson rivojlanishini ta'minlash uchun sharoitlar yaratilgan. 18 vazifa. Конституция Российской Федерации устанавливает обязанность иностранных граждан защищать свои права в суде. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi chet el fuqarolaridan sudda o'z huquqlarini himoya qilish majburiyatini belgilaydi. 19 vazifa. Иностранный гражданин хочет устроиться на работу санитаром. Какой документ он должен предъявить? Документ о медицинском освидетельствовании. Chet el fuqarosi farrosh bo'lib ishga kirmoqchi. U qanday hujjatni taqdim etishi kerak? Tibbiy ko'rikdan o'tganligi haqidagi hujjatini taqdim etishi kerak. 20 vazifa. Срок временного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации может быть продлен при выдаче патента. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha qolish muddati patent berilgandan keyin uzaytirilishi mumkin. Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу влечет административный штраф. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasida ishlash uchun ruxsatnomasiz ishga joylashishi ma'muriy jarimaga sabab bo'ladi. 22 vazifa. Если иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации, то он может въехать в Российскую Федерацию. Верно ли это утверждение? Неверно. Agar chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs Rossiya Federatsiyasi hududida qasddan jinoyat sodir etganligi uchun yechilmagan yoki hali yopilmagan sudlanganlik ishi bo'lsa, u Rossiya Federatsiyasiga kirishi mumkin. Bu bayonot to'g'rimi? Noto'g'ri. Endi посмотреть rezultat tugmasini bosamiz. 10 variantning 22 savolini hammasiga to'g'ri javob berganmiz.